Amir Temur hayotida faqat bir marta unga doim orqadan pichoq urgan xoin do'stini jallod o'ngida ko'rganda yig'lagan. Jahongirni qasos o'rniga yig'lashga majbur qilgan u mudhish sir nima edi? 1370-yil Balx qamali. Yengilgan bosh xoin Husayn Makkaga ketaman deb qasam ichsa-da, tunda boyliklarini olib qochayotganda fosh bo'ldi. Uni tuproqqa qorib sudrab keldilar. Jallod qatlga shay turganda Temur dushmanining bunday xor holatini ko'rib qotib qoldi. Sohibqironning ko'z o'ngidan yoshlikdagi sadoqatli do'stligi, sahrolarda och-nahor, sargardon yurganlari o'tdi. Rahmatli xotini O'ljoy Turkon og'o bilan qum barxanlarida sovuqdan qaltirab, bitta qotgan nonni 3 ga bo'lib yeganlari va o'sha og'ir kunlarda Husaynning unga yelkadosh bo'lgani xotirasiga urildi. O'sha on olamni titratgan Jahongir butun qo'shin oldida yig'lab yubordi. U Husaynga qarab, "Men uning qonidan kechdim. Birga yegan tuzimiz haqqi, uni o'ldirishga vijdonim yo'l qo'ymaydi" dedi. Ammo Temur kechirgani bilan tarix va karma xoinni kechirmadi. Husayndan cheksiz jabr ko'rgan amir Kayxusrav jalloddek o'rtaga chiqdi-yu, akamning qoni uni qo'ymaydi deb nido qilib, xoinning boshini o'sha yerdayoq uzib tashladi. O'ljoy Turkon og'oning xuni shunday olindi. Xoin o'z qoniga g'arq bo'ldi. Ammo uning ichkari saroyida qolgan bitta ayol Amir Temurga qonunan butun Osiyoni boshqarish huquqini taqdim etdi. Qanday qilib bir ayol Temurni ko'ragon, ya'ni xonning kuyoviga aylantirdi? Buyuk imperiyaning qonli va go'zal sirlarini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.